Santeniylardan siz uchun 3 ta tekin maslahat. Uchinchisi eng muhimi. Hozirgi qish mavsumida hammaning uyida o'ralmagan bochkalar, o'ralmagan suv-qo'rlar обязательно bor. Ularni albatta o'rash kerak. Nima bilan deysizmi? Steglavata bilan. Steklavatani 2 qavat qilib o'rash siz uchun juda xavfsiz bo'ladi. Chunki suv-qo'rlarning yorilmasligini oldini olish uchun steklavatani обязательно 2 qavat qilib o'rash kerak bo'ladi. Va ikkinchisi eng muhimi bu motorlar, suv nasoslar. Suv nasoslarni albatta o'rash kerak, qilish kerak обязательно. Chunki suv nasoslar yorilsa siz 400 ming rasxod kutib turadi. Va uchinchisi eng muhimi, Aristonni tozalash kerak, birodarlar. Aristonningizni tozalamasangiz, u bomba kabi portlaydi. Ariston gaz ballondan ham yomon portlashini bilarmidingiz? Aristonningizni gaz ballondan ham yomon portlashiga sabab sizni tozalattirmaganingiz sabab bo'lib qoladi. Bunda hushyor bo'lamiz, birodarlar. Aristonni uzog'i 3 yilda tozalash kerak. Uni ichida anodi bo'ladi, tenini ichida anodi bo'ladi. Anodni обязательно tozalash kerak bo'ladi. Almashtirish kerak. U arzimagan 28 ming, 30 ming so'm turadi. Siz arzimagan 30 ming so'm pulingiz bilan Aristonningizni, qimmatli Aristonningizni yana ko'p yillar davomida xizmat qilishiga sababchi bo'lasiz. Ishda rasxodsiz chiqib o'tkazib olish hammaga nasib qilsin. Shu videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasizlar va ushbu videoni qo'qonli tanishlaringga yuborib qo'yasizlar. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Santexnik xizmatlari bo'lsa, texnika bo'yicha, Ariston tozalash bo'yicha va yo'mchilarni o'rash, suv-qo'rlarni o'rash bo'yicha bemalol bizga murojaat qilaverasizlar. Hammasini inshaalloh chiroyli qilib bitkazib beramiz. Hammasi juda ham ideal, chiroyli, sifatli bo'ladi.